Oyijon, men keldim. Voy, keldingmi bolam? Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshi o'tdimi? O'qituvchim sizga xat berib yubordilar. Xat? Ha? Ha, hozir o'qiymiz. Xo'p. O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting, deb yozib yuboribdi o'qituvchi. Uri! Bolajonim. O'tkinchi dunyoning ortidan quvib dunyolar kezdima ko'ksimni kirib bugun ostonadan bir qadam qo'yib pinhona yig'ladim ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib pinhona yig'ladim ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib yuragi ezilgan yo'limga qarab do'stu yaqinlaridan holimni so'rab sog'inchdan bosh egib qolibdi nurab ko'rdimu shu onda tiriklay so'ldim onamning sochida oqlarini ko'rib ko'rdimu shu onda tiriklay so'ldim onamning sochida oqlarini ko'rib qo'llarida hassa yuragi yarim dunyoda yagona yolg'izim menim ezilib ketyapman o'ylagan sarim pinhona yig'ladim ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib pinhona yig'ladim ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib Yuborgan pullarimni oldingmi? Ha, oldim oyijon, rahmat. Qachon qishloqqa qaytasan? Seni juda ham sog'indim. Kelmaganingga ham 2 yil bo'ldi. Oyijon, hozir sessiyalarim ko'p. Xudo xolasa bu yoz albatta boraman. Mayli, qayerda bo'lsang ham sog' omon bo'lgin bolam. Mayli. Xo'p. yuziga har tushgan ajinlar o'zim men nodon aytmabman bir shirin so'zim ko'r ekan aslida bu ikki ko'zim ko'rdimu shu onda tiriklay so'ldim onamning sochida oqlarini ko'rib ko'rdimu shu onda tiriklay so'ldim onamning sochida oqlarini ko'rib menga tikan kirsa kuyganim onam didorga oshqib turganim onam tatimas endi hech topganim onam egildim boshimni devorga urib onamning sochida oqlarini ko'rib egildim
Qo'llarida hassa, yuragi yarim. Dunyoda yagona yolg'izim menim. Ezilib ketyapman o'ylagan sarim. Pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib. Onamning sovchida oqlarini ko'rib. Oyijon, esizdami? Meni sunnat to'yimga chiroyli zarchopon tikib bergan edingiz. Rossayam chiroyli edi. Men uni kiyib olib, o'rtoqlarimga rossayam maqtangan edim. U yoqda bu yoqqa yugurib o'sha zarchop Ey Xudoyim. Oyijon! Pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib. Onamning sovchida oqlarini ko'rib. Pinhona yig'ladim, ich-ichim to'lib. Onamning sovchida oqlarini ko'rib. Onamning sovchida oqlarini ko'rib. O'g'lingiz esi past bola. Maktabimizda o'qishga ruxsat bera olmaymiz. O'qituvchim sizga xat berib yubordilar. Xat? Ha? Ha, hozir o'qiymiz. Xo'p. O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting, deb yozib yuboribdi o'qituvchi. Uri! Bolajonim.